Assalomu alaykum aziz asrlovchilarni kuzatib boruvchilar. Navbatdagi videomiz noan'anaviy video. Albatta baliqqa bora olmayman, lekin muxlislardan shikoyatlar bo'lib qo'yapti. Zerikib qolmiz, javonsiz kattalarni qo'yib turing degan bir iltimosnomalar bo'lganiga. Endi to'g'ri tushunasizlar, kabutar ishqibozlari ham bor. Bizani shu obunachilarimiz ichida shularga bir maxsus holatda bir tomosha qilinglar, zerikmanglar degan holatda bir kabutarlarimni ozgina holatlarni ham endi qo'yib turaman. To'g'ri tushunasizlar. Faqat negativlik bo'lmasin. Oramizda kabutar ishqibozlari ham bor. Men o'zim necha yildan beri kabutar boqaman. 25 yil bo'ldi, menimcha. 10 yildan beri taklaga qiziqib qolganman. Taklar acha qiynavyapti mana. Hozir navbatdagi takimizni 3000 turgani maqbulroq, chunki hozir tullash jarayoni. Kabutar ishqibozlar bilishadi, hozir kabutarlarda juda ham kuchli tullov jarayoni ketyapti. Navbatdagi qanot chiqib kelyapti mana bu yerdan. Mana yangi qanot. Shuning uchun hozir uchirmayman bu qushni. Uchmagani ma'qul, chunki bu qanoti yorilib ketib qoladi uchsa. Turetskiy takla boqadigan ishqibozlar bilishadi o'zi. Bu qushlar o'ynaganda chapechali o'ynaydi. O'sha hisobiga mana shu qanotini ehtiyot qilamiz. Hozir mana to'nog'ich mana. Vaqtinchalik uchmaydigan qilib qo'yamiz mana shu katta qanotini teshamiz. Va mana teshildi o'rtasida. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta qanotdan keyin mana bu qanotini teshib mana kattari joni og'rimaydi o'shanda. Endi kimlardir skoch bilan mana qilib boylab qo'yishadi. Chunki bu yangi qanotlar hozir skoch qilsam ezilib qoladi-da. Mana bu holatda o'zagiga ham ta'sir qilmaydi. Mana ikki tarafdan chiroyli qilib to'noq chiqib qo'ydim. Bu qush chiqib tushib yuraveradi, lekin uchmaydi endi. To tullab o'ziga kelib olguncha. Sog' bo'lasizlar. Videolarimiz qiziqarli bo'lsa, kommentlarga yozib qolsanglar, yana kommentlaringizga qarab yana qo'yib boraman. O'ynayotgan darajalari va hokazo holatlarni, chiroyli holatlarni qo'yib boraman.